Menga osh qilishni adamlar o'rgatganlar. Bugun adamlarning retseptlari bo'yicha 3 oyda osh pishiramiz. Olovni o'g'lim yoqib berdi, u yog'iga o'zim olib bordim. Keyin dumbalarni to'rab, uni eritib, yog'ida keyin osh qilaman. 3dan 1ga oddiy o'simli yog'idan solaman, tuz solaman, piyozlarimni kesib, qo'yib boshlayman. Go'sht chiroyliligini qaranglar, koreyka, qo'y go'shti, o'zimizning kichik do'lmalari. Piyozim o'sha qizib chiroyli bo'lib turibdi. Go'sht sovaman. Go'shtni uzoq qovurmaymiz, bo'lsa erib ketadi. 10 minutdan keyin sabzini ham solamiz. Sabzini 10-15 minut qovurib, sabzini o'ldirib, keyin suv solamiz. Suv solgandan keyin 1 soat qaynatdim. Shu payt do'lmalarimni ham ipligiga tortib olib, haliga suvga soldim. Kun suv to'g'larim ham isib ketyapti kerak. Shu payt erim kelib qoldilar. Menga gul podarka qildilar. Issiruv, men ularni xursand qilish uchun jaziradan berdim. Endi 1 soat o'tgandan keyin damlaymiz. Guruch ivitilgan suvlarni to'kib solamiz oshimizga. Suvni qaranglar, kapkir yarmgacha kelishi kerak. O'shanda zo'r chiqadi oshinglar. Mana shunaqa qilib, ustini yopib ochib, 15 minut ichida 3 marta mana shunaqa domik qilib, ustiga teshuvlarni qilib pishiramiz. Keyin oxirida olovni pasaytirib damlaymiz. Damlaganimizda piyozlarimiz o'lgan bo'ladi. Go'shtlarimizni kesib olib, issiqni laganga suzib, chiroyli qilib afarmiyalik qilib oilamizga tortamiz.